BMWni endi O'zbekistonda bo'lganida qancha rasxod bo'lishi mumkin edi? Kommentariyaga yozinglarchi. Akalar, opalar, bizning kanalimizda, ya'ni Musofir omadi kanalida BMW avtomobili sovg'aga qo'yilgan, Li9 qo'yilgan, Tesla mashinasi sovg'aga qo'yilgan yutib olishingiz mumkin-da. Sizni orangizdan kimdir yutadi. Mashinalarni O'zbekistondan uyingizgacha chiroyli tarzda olib borib topshiramiz. Profilimni ko'rib chiqsangiz, pasrovga o'tkazib ko'rib chiqsangiz, 1000 donadan ziyod mashina topshirganmiz, uylariga olib borib chiroyli qilib. Mana shunday uyigacha olib borilib topshirilgan mashinalarni ko'rib, o'zingiz ishonch hosil qilib maza qilib qatnashinglar o'yinimizda. Tepada nomerimiz 7965 162 20 raqamiga hozirning o'zida Telegramdan salom deb yozasiz. Qatnashish pullik 165 ming so'mga, Rossiyada bo'lsangiz esa 1100 rublga, Qozog'iston uchun esa 7000 tangani evaziga qatnashasiz. Hozirning o'zida yozing. Joylarimiz chegaralangan, o'sha tez finallar bo'lyapti, jackpotlar hammasi bor. 5 minutlik video tashab beraman. Telegram nomerimizga yozgan vaqtingizda albatta shu videoni ko'rib, keyin qatnashing. O'yinni 100% tushuning, rozi bo'lib qatnashing. Shuncha odamni xursand qilyapmiz birgalikda. Xudo xolasa bu safarga xursand bo'ladigan oila sizniki bo'lsin. Omad tilayman sizga.